Shunisi ishga chiqargan. Bu bana sizga prezident sovg'asi xonadan. Sport bo'yicha O'zbekiston Milliy paralimpiya terma jamoasi a'zosi, xalqaro toifadagi sport ustasi, Osiyo chempioni. Zoir To'yevich. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Mana hozir qizim mana oldimda turibdilar. Sport bilan shug'ullanadi, hamma sharoitlari bor ekan, faqat uylari yo'q ekan. Bugun o'zida qaror chiqarib, men resursimdan yangi uyni berib, o'zing borib topshirgan. Hoppala.